Kızımız Arifeni qayt yo'qlab keldim. Kızımızın ahvoli qandayroq hozir birlik ko'rib baqaylar. Oh. Yaxshimi tinchlik? Yaxshi. Voy qizim. Niye turibsiz-ku? Ha? Va, qo'shoq ochdimi? Ha? Men emmanga bilan. Men emmanga, men keldim bilan. Vay. Ben geldim kızım, ben geldim. Ben karang. Buna. Ben geldim. Vay. Hazır ahval qandayroq? Qanday Beijingga o'tganda ish qanday bo'ldi? Rasmiyat bijirib oldinglarmi? Şu akşam çıkan teşkilatның önümü yaxşı yaptı. Hazır aldık yani 60 bin koyduk pul yığılıp yaptı. Ette sizin mangıca yani bir teşvik qilib beray deb keldim şu. Ma film bil yani bir teşvik qilib bersem etici bir 100 bin koy bo'lib qolsa, men bergan pul bir 120 bin koyduk bo'lib qolsa, ma qizimizni aprep xattirjam davolatib keldi qizim ha. Hem saqib ketgan bo'ldingiz bilan. Kulumçun tutup aldınız go, he? Yakın tatlı, ha Arif'en. Vay kızım, hem saklayıp gitmedin ha. Hem saklayıp gitmedin ha bilem. Hem saklayıp gitmedin ha. Neymi demandığın boldun ras? Ayrıplan bilet aldın mı, köydün mü? Hemse biletini ilip, hani vaktini, man yollap bersanlar, etime özem kilip, aerodromga aprep uzatib qo'yma qizim ha, endi Beijingga berib saqayib kelgan bo'ldingiz qizim. O'tdin. Beijingga berib chaqayib kelishsiz bo'laman hamda. Mana qarindoshlar ko'rdinglar. Arifa qizimizga hozir 60 ming ko'dak yani yig'ilib qopti. Kuchab bir taqtib qo'yinglar. Qizimiz ati Beijingga berib bir salomat davolanib saqayib sağ-salamet bo'lib kelib, cho'ng bo'lib, maktablarda o'qib, ha qizim ha? Adashlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan o'ynab, kelgusida yaramliq odam bo'lsiz qizim ha? Onda qo'ysa ma filmni kuchab taqtib qo'yinglar qarindoshlar. Sizdan hech nim ketmaydi. Mush mehrli qo'llarimiz bilan kuchab taqtib qo'yaylik. Mana mushundaq kasallik azobida azap içinde ütüvatkan, puçulunuvatkan qarindoshlarimiz, farzandlarimiz mengü salamet bolsun, aman bolsun. Muşu bir jup atanın namıdan hemmenlerge köptün köp rahmet eytimiz. Az-azdan tama köl bulur dep mana. Xali pullar yığılıp qaptı. Emdi ma bir jup atanlarımı xattirjam berip farzandimiz Arifani xattirjam davolatib kelalaydigan bo'ldi. Men hemmenlerge rahmet eytim. Rahmet denglar ha ekran al qarindoshlarga. Rahmet denglar. Onda xo'z kuchab taqib qo'yinglar. Endi ata sizni uzatqili kelimiz ya qizim ha? Voy tatlı qizim. Endi ata ko'rishaylik qizimjimi? Xo'sh.